Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda yana bitta Tracker 2 Premier tayyor holatda. Murdalarini polni o'zgartirib berganmiz. Lexus ablisovkalarni mana shunaqa Black Piano variantida bo'ladi, akkuratni o'rnatib berganmiz. Black Piano paluklarimizdan ham o'rnatib berganmiz. Buni ustiga chiqsa bo'ladi, bemalol odamni ko'taradi, akkuratni turadi mana shunaqa. Tirjatirlangichi mana bunaqa garmdorlarni o'rnatib berganmiz. 3 ta rejimda ishlaydi. Tracker yozuvi, turbo, Premier yozuvlarini ham Black Piano variantida taqib berganmiz. Mana bu kibarlarni ham shunaqa akkuratni chiroyli qilib o'rnatib qo'yganmiz. Ham funksiyalari joy-joyi o'rnida ishlaydi. PRNDlari degushi bo'lishi uchun platalar qo'yilgan, Tiptroniklari ham ishlaydi. DNA abagreiflari mana shu indikatordan bilasizlar ishlayotgan oranjiy yonadi. Orqasidan abagreifini namoyon bo'lib qo'yganmiz. Buni ham bo'lsa, indikatorlari joy-joyi o'rnida ishlayveradi. Aramizda bespirodniy zaryadkasi bor. Mana ichki qismi perikruiter ichida hamda ruchnoy tormoz original ovozsizdan o'rnatib berganmiz. Shunaqa akula antennalarini ham chiroyli o'rnatib qo'yganmiz.